Tosh turmani kamerasini obzori ketdim. Boshlab bersangiz. Mana bu saqlash kamera xonasi. 3 tuqlub bo'lar ekan, tushunishim bo'yicha. Albatta, bitta shu kirish eshigi bo'ladi, keyin bundan tashqari yana bitta eshik bo'ladi. Buni men oxirigacha ochilmayapti. Buni sababi shu yerda saqlanayotgan shaxslarni olib chiqishda o'sha buyruq talablari bo'yicha o'zi belgilangan bitta odam sig'adigan darajada bo'lishi kerak. Talpa bo'lib yugurish emaslik uchun. Har xil salbiy holatlarni oldini olish uchun. Aytganingizdek, talpa bo'lib yugurib chiqmaslik uchun. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek 14 ta shaxsga moslashtirilgan xona. Shu yerda mana yotishadi, shu yerda ovqatlanishadi. Mana bu yerda mana ovqatlanishadi. O'tirib, hammasi temir idish tovolar. Tushunishim bo'yicha bu yerga kirib kelishayotganda har bitta odamga o'ziga topshiriladi. Shunaqa o'ziga topshiriladi. Idish tovolari, shu yerda yotuv joylari. Keyin bu yerda mana yotish joylarida o'sha saqlanayotgan shaxsda maxsus o'zini belgilari bo'ladi. Familiya, ism, modda, moddalargacha yozilgan bo'ladi. O'sha inson shu yerda yotishi mumkin bo'ladi. Bu yerda hojatxona. 14 ta odamga shu yerda bitta. Shunaqa. Rakovina ham bor ekan. Rakovina ham bor. Dush xonasi отдельно ekan, a? Albatta, yuvinish xonasiga o'sha buyruq talablari bo'yicha o'zining chiqish vaqtlari bor. O'sha vaqtlarda borib, chiqib, yuvinib, yana qaytib shu joyga keladi. Eng yopiq loyihalardan birini ovomizni video qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohda fikrlarni yozib oringlar.